Assalomu alaykum, qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu Xitoydan tarqagan koronavirusi va u keltirib chiqargan COVID-19 kasali, ya'ni Wuhan o'pka yollig'i to'g'risida ba'zi yangi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Endi bu yaqinqi bir hafta ichida nima o'zgarishlar bo'ldi degan kelsak, ko'pinchimizning xabar olgandagidek bu virusninki tarqalishi garchi Yevropada xili ko'z ko'rinarli darajada kontrol qilib, u virusga qarshi ilib berilgan ba'zi tadbirlar asta-asta bo'shashga boshlagan bo'lsa-mu, biroq Latin Amerikasi bo'lib Braziliya bilan Peru degan davlatda bu virus tiz tarqalmoqda. Amerika'nın ahvaliga kelsak, Amerikada endi men yashayotgan Nyu-York shtatida ko'zga ko'rinarli darajada kontrol bo'lib, bu bir qism tijoratlar 6 ayning 1-kunisidan tortib asli kelgan bo'lsa, yana bir qismini 6 ayninki 8-kunisi dushanbadan boshlab asli keltirmoqchi. Biroq Amerikanınki boshqa shtatlarda bo'libmi bak Kaliforniya, Texas degan shtatlarda bu virusninki tarqalishi yanada ko'z ko'rinarli darajada kontrol bo'lgani yo'q. Bo'libmi bak bu hozir Amerikada qo'zg'algan, ya'ni irqiy kamsitish qarshi keng ko'lamli namoyish yuzidan nurg'un odamlar to'plashgan bo'lganligi uchun bu virusninki oldimizdagi 1-2 hafta ichida qaytadan ig'irlashib ketishdan andish qilmoqda. Undan boshqa anandan keyin shu o'tib ketgan hafta va oldimizdagi haftalarda ishlab chiqarishninki asliga kelishiga ergishib, bu virusninki tarqalishidagi ikkinchi to'lqinninki yuz berishidan ko'plagan mutaxassislar andish qilmoqda. Endi bu virusninki shu davolash yoki oldini olish ishlarida qandaq yangiliklar bor degan vaqtida bu virusga nisbatan hozir shu jiddiy tadqiqot ilib berilayotgan vaksina 100dan oshadigan bo'lib, ba'zilari ikkinchi bosqichliq tecrübe basqıçıga, ikkinchi bosqich tecrübe basqıçıga kirgan. Hamda Amerikadagi ba'zi mutaxassislarningki qarashicha, mushu yilning oxiri va kelasi yilning boshlarigacha bu insonlarda rasmiy keng ko'lamda qo'llanish imkoniyati bo'lgan vaksinalar bozorga kirishi mumkin ekan. Ba'zi mutaxassislarningki aytishicha, bu vaksinaninki virusga qarshi iqtidorniki bek uzun davom qilmaydiganligi, balkim bir necha qitim qayta urush zarurligi, ya'ni bu virusga qarshi vaksinaninki dunyo kelishi bilan bu virusniki taltoks kontrol bo'lmasligi ehtimoli borligini o'tirib qo'yapti. Hem de qandaylikim bo'lmasin, bu virusga qarshi vaksinaninki ishlab chiqarilishi xili tezlashib, nurg'un o'xshamagan ko'plagan o'xshamagan davlatlardagi nurg'unlagan shirkatlar nayt jiddiy tutish qilmoqda. Ya'ni bu virus butun dunyo miqyosida nayt zo'r tahdid yaratganligi va zo'r iqtisodiy ziyon paydo qilganligi uchun bu virusni kontrol qilish hozirgi insonlarniki jiddiy qilishga tegishli ishi bo'lib qoldi. Endi bu vaksinaga munosabatli yangi uchurlar bo'lib, endi davolashda qandaq yangiliklar bor degan vaqtida shu birisi shu virus bilan yuqumlangan, ya'ni COVID-19 kasalligi giribtor bo'lib, taltoks saqayganlarningki plazmasi bilan davolashninki alayda önüm berganligi, ya'ni bu xil davolashninki önümünün 70%dan oshganligi ma'lum. Undan boshqa shu Janubiy Koreyada shu virusga qarshi antibody bilan shu hayvonda paydo qilgan COVID-19 kasalligining modelida bu virusga qarshi antibody bilan sinaq darajada ilib berilgan davolashninki natijasi alayda unumlik bo'lgan, ya'ni silishtirma
grupi bilan silishtirgan vaqtida shu antibody bilan davolgan grupida hayvonniki badanidagi virus miqdori vizasi tuvalligan hamda shu virus sababidan kelib chiqqan o'pkadagi zaxmimi alayda yaxshilanish bo'lib hayvonniki harakatlari normal asliga kelgan. Bu hozir qadar shu davolashda ya'ni shu kasalni virusga qarshi antibody bilan davolashda ko'z dunyoga kelgan alayda ko'z ko'rinarli bir natija. Buni shu Janubiy Koreyadagi COVID-19 kasalini tadqiq qilayotgan bir shirkat bilan Janubiy Koreyaniki davlatlik universitetida o'rtaq ilib berilgan. Bu natija yaqinda e'lon qilgan. Bu hamda hozir shu kasalga nisbatan insonlarga alayda bir umid berilgan bir davolash usuli. Undan boshqa hamda bu kasalniki davolashda hamda dori bilan davolashda alayda yangi xabarlar yo'q. Yanıla shu burunqi shu davolashda qo'llanayotgan usullar bilan davolash ilib berilmoqda. Anandan keyin bu havoning isishishi bilan yoki bo'lmasa boshqa sabablar tufaylidan bu virusningki odamda kasal paydo qilish bo'libmi ig'ir darajada kasal paydo qilish va odamni o'ltirish kuchininki ojizlayotganligini o'tirib qo'yilyotidi. Bu haqda bo'libmi yaqinda Italiyadagi bir dangliq doktor shu virusninki kuchining ojizlayotganligi shu sababdan bu virus garchi yanada keng doirada tarqalayotgan bo'lsa-mu, lekin u virus bilan yuqumlanganlarniki ig'ir kasalga giribtor bo'lish nisbatining tuvalliganligi va shu sababdan u virus yuqumlangandan keyin o'lib ketadiganlarning sonining tuvalliganligini o'tirib qo'ydi. Bu bir yaxshi xabar. Garchi bu virus bilan yuqumlanish bo'lsa-mu, lekin ig'ir darajada kasal bo'lmasa yoki o'limlik bo'lmasa, yana bu virus uncha qo'rqinchli hisoblanmagan bo'ldi. Ameliyatdami shu hozir dunyo miqyosida e'lon qilinayotgan keng ko'lamlik sonliq ma'lumotlardan qaragan vaqtidami bu virus bilan yuqumlanuvchilar har kunisi 120 ming, 125 mingdan ishiyotgan bo'lsa-mu, lekin bu virus sababidan o'lib ketayotganlarning soni ko'z ko'rinarli darajada tuvalligan. Bular hamda shu yaqindan beri yuz berayotgan yangi o'zgarishlar hamda bu yuqorida men deb o'tgandagidek dushanba kunisidan boshlab oldimizga dushanba kuni tashlab ishlab chiqarish asli kelsa balkim bu kasal yana ozroq ko'payishi mumkin. Lekin men yuqorida deb o'tgandagidek agar virusninki kasal paydo qilish va o'lim paydo qilish kuchi ojizlagan bo'lsa, meningcha kasal bo'lganlarning soni va u sababni o'lib ketganlarning soni bak eshib ketishi notayin. Bo'libmi shu yaqinda Amerikada keng ko'lamda ilib berilgan namoyish tufaylidan men yuqorida aytgandagidek ba'zi mutaxassislar oldimizdagi 2-3 hafta ichida bu kasallikni qaytadan ko'payib ketish ehtimolining borligini da'vatidi. Shunlashqa qarindoshlar har holda bu kasalga qarshi ilingan tadbirlarni bo'shashmasligini, yana alohida odam ko'p yerlarga amal bormasligini, salomatligiga alohida diqqat qilishni umid qilaman. Bugun mushag'icha so'zlamoqchi. Agar bundan keyin yana yangi uchurlarga erishsam, men qarindoshlar bilan o'rtoqlashib turman. Hammanglarning ong'inglarga ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga manat, kelaqtim ko'rishaylik.